Savolni o'qib olamiz. Temirning izotopida neytronlar soni barcha zarrachalarning 8/21 qismini tashkil etadi. Xuddi shunday neytronlarga ega nikkelning molyar massasini toping. Xo'p, endi aytyapti temir tartib raqami 26. Bunda neytronlar 8/21. Umumiy zarrachalar 21 ta bo'lganda, undan 8 tasi neytronga tegishli. Qolgani, xo'p, 13 tasi proton bilan elektronga tegishli bo'ladi. Temirda proton 26 ta, elektron 26 ta, neytron hozircha noma'lum. Endi proton bilan elektron jami 52 ta bo'lar ekan temirda. Proton elektron 13 ta bo'lganda, neytron 8 ta bo'lyapti. 52 ta proton elektron bo'lganda qancha desak, bitta 32 ta. Demak, temirning neytroni 32 ta bo'lgan ekan. Endi aytayapti, xuddi shunday neytronga ega bo'lgan nikkelning molyar massasi. Nikkel tartib raqami 28. Proton 28 ta, elektron 28 ta, neytron soni temirdagi neytronga teng edi, 32 ta. 32 ta. Protonga neytronni qo'shsam, massani beradi 60. Demak, bizda A javob to'g'ri bo'ladi.